Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede sizi ağırıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Leksiyelerimiz sözleşten avval vaziyeti hakkında bir cümle söz. Yakında 25. günüden 28. günü geçe Japonya'nın veziri Shinzo Abe Jungo'nu ziyaret kıldı. Yani top doğru 7 yıl ötken keyin Jungo'nu ziyaret kıldı. Jungo şungoçu boğan arlıqsı Japoniyani tillap geldi, tanqid qilib geldi. Düşmanlikni kundan kunga kuchaytib keldi. Lekin tuyuqsizlar Japoniya bilan Jungo o'tirisida moz erigandek bo'ldi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Beijingga bordi. Ziyoratga bordi, dog'liq kutib olindi. Tuvanda mushu vaziyatni cho'rdigan holda bugünkü leksiyalarımızı devamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Mavzumunda Amerika savdo söhbeti elip berişni rad kıldı. Amerika Jungo bilan savdo söhbeti elip berişni rad kıldı. Mavzulu haber. 10. ayının 25. günü İktisat gazetede ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Wall Koçisi gazeti Amerikalık Wall Koçisi gazeti Amerikalık ve Jungoluk ismini aşkarlamaydigan ameldarlarının sözlerinden nakil keltirip mundaq ko'rsatdi. Jungo bilan savdo söhbeti qurishni Amerika taraf rad qildi. Jungo taraf texnika o'tinib berishga majburlash ve Amerika gumon qilayotgan boshqa masalalar bo'yicha konkret loyiha elib chiqib bir yo'l qo'ymaydi ekan. Yani Amerikaga yo'l qo'ymaydi ekan. Amerika Jungo bilan savdo suhbati qurishni rad qiladi. 9. aydan keyingi yarmida ikki taraf bir-biriga tamojna beji qo'yishgandan keyin Jungo Amerika savdo suhbati to'xtab qoldi. Qatmanlıqdan hal qilinmaganligi tayyorlik qilinayotgan Prezident Trump bilan Xi Jinpingning kelar oyda uchrashishigami ta'sir ko'rsatishi mumkin. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping kelar oyda Argentinada o'tkaziladigan 20 davlat boshliqlari yig'ini mezgilida suhbat o'tkazadi. Namsiz ko'plagan amaldorlarning sözlerden nakil keltirip Volkoçisi mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya Ministrligining muavin ministri Malpez apandi bilan savdo suhbati o'tkazishni talab qilganda bu talab savdo ministri muavin ministri Malpez tarafidan Amerikaning savdo muavin ministri Malpez tarafidan rad qilindi. Aqsaray savdo gruppasining qo'llashi ostida muavin moliya ministri Malpez Jungo rasmiy loyiha o'tirg'a qo'ymaguncha suhbat o'tkazmaydiganligini ko'rsatdi. Masalan, Jungo bilan yarashish va Amerika bilan yarashish, Amerikaga yo'l qo'yish, Amerika'nın taleplerini qanoatlantirish sharti ostida Jungo Amerikaga yo'l qo'ymaguncha suhbat o'tkazmaydiganligini ko'rsatdi. Malpez. Jungoning Washington turishliq bosh elchisi Su Tiankay mundaq ko'rsatdi. Jungo konkret loyiha o'tirib qo'yishdan burun avval maslahatlashayli. Bosh elchi Su Tiankay mundaq ko'rsatdi. Jungo Prezident Trump hükümetinin suhbat ve maslahatlashish usullarida bak ehtiyotchan qiladi. Jungo bak ehtiyot qiladi. Jungo Prezident Trump hükümetinin suhbat ve maslahatlashish usullaridan bak ehtiyot qiladi yoki ehtiyotchanlik bilan muomala qiladi. Çünkü bir qancha qatam Prezident Trumpning inkor qilishiga uchragan. Jungoning talablari Prezident Trumpning inkor qilishiga uchragan. Oxirgi vositama budjet bo'ldi.
Endi yangi mavzu. Amerika hamda Jungoga dahshatlik vosita qo'llanamdi. Mavzuli xabar 10-ayning 25-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xabar mundaq boshlandi. Yaqindan beri bir qancha davlat Amerikaning davlat zaimini kamaytirib setib oldi. Amerikaning paychak bozorida baho tushib ketdi. Amerika dollari xalqaro xo'jaylik o'rnini yo'qotishga boshladi. Bu Xitoy yozayotgan xabar juma vatandosh. Rossiya matbuoti mundaq ko'rsatdi. Oxirgi vosita bekit qilindi. Amerika balki kaskin vositalarni qo'llanib vaziyatni qaytarib keladi. Rossiya agentligi 10-ayning 25-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Atom yadro qurollaridan boshqa Washingtonning eng hayvli quroli bu albatta dollardir. Amerikada siyosat pallarida hatto maxsus bir ataliq bilan dollar boshqa davlatlarga ishlatiladigan qurol deyilgan. Ya'ni bu dollarni qurollashtirish deganlikdir. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Washington dollar sömürgüçni muddatlik ishlatadi. Amaliyot ko'p qatim isbotlanadi ki dollarning taraqqiy qilayotgan iqtisodni cheklashda unumi intayin zo'r. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Dunyo iqtisodi tavrinish kirganda, provodning qimmati o'rliganda, vahima bilan Amerika va kechiringlar, vahima bilan ochko'zlikdan ilgari surishi orqali dunyoning har qaysi joylaridagi dollar kapital bo'lib, hammasi Amerikaga oqadi. Taraqqiy qilayotgan davlatlarda provod hisobsi tar-mar bo'ladi. Bu iqtisod gavdasida mablag'ning kamchilligi o'ttirg'i chiqadi. Dollar bilan topshirilgan qarzning jarayoni texama murakkablashadi. Vaqtning o'tishiga ergashib, Amerikaliklar raqobatchiga tahdid soladigan qurol o'rnida, o'z davlatining iqtisodini qo'g'daydigan qurol o'rnida dollarni shunda ishlatib kelgan, deydi Xitoy xabar yozuvchi. Pul muomala bozorida andisha paydo bo'ldi. Bloomberg agentligi mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerikada setib olgan zaimning bahosi 8-oyda uda 3 oy tushib ketdi. Chunki Jungo savdo urushida jiddiylik kirib qolib, xalq pulining qimmati tushib ketishni bor kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'ldi. New York Vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Jungo balki qo'lidagi pul muomala atom bombasini ishga solib, qo'lidagi zaimni bozorga chiqarishi mumkin. Yoki Amerikada setib olgan zaimni bozorga chiqib setib etib, Amerikaga taqobil turishi mumkin demoqchi. Lekin bu harakat xatar intayin zo'r. Rossiya matbuoti mundaq ko'rsatdi. Amerikaning dushmanlari buning uchun xo'sh bo'ladi. Diqqat qilishga arziydigan bir taraf shuki, agar Amerikada aloqador organlar Amerikada paydo bo'lgan masalalarni hal qilishning an'anaviy usuli endi yaramaydi deb qaror qiladigan bo'lsa, undaqda Washington kaskin tadbir qo'llanib, Amerikaning xo'jayinlik o'rnini to'smoqchi bo'lganlarning harakatini to'sib qolamdi